Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimizda sizlar bilan qalqonsimon bez kasalliklari haqida gaplashamiz. Qalqonsimon bez kasalliklari hozirgi kunda ko'p uchraydigan kasalliklardan bittasi hisoblanadi. Endi qalqonsimon bezda turlicha kasalliklari bor, ya'ni yallig'lanish bilan kechuvchi o'sma kasalliklari, yo'l yetishmovchiligi, funksiyasini kuchayishi, funksiyasini kamayishi bilan kechuvchi bir qancha kasalliklarga bo'linib ketadi. Endi bu qalqonsimon bez kasalliklarida qanaqa klinik belgilar bo'ladi? Klinik belgilar bemorlarda soch to'kilib ketishi, g'ozib ketish yoki semirib ketish, yurak o'ynashi, yurak tezlashi holatlari, tomoqqa narsa tiqilishi, bo'g'ilish, nafas siqilishi, havo yetmaslik holatlari, undan tashqari tirsaklari qorayishi, tilla katta bo'lib ketishi, undan tashqari aqliy faoliyatni susayishi, ya'ni eslab qolish, kayfiyatni buzilishi, depressiv holatlari, diqqatni pasayishi, undan tashqari yurak o'ynash holatlari, undan tashqari reproduktiv tizimda, ya'ni bemorlarda ovulyatsiyani buzilishi, spermatogenezni buzilishi, farzand ko'rmaslik, farzandni bo'lmaslik holatlari, shunga o'xshagan bir qancha klinik belgilar bilan namoyon bo'ladi. Endi kasalliklari turlicha. Endi birinchi navbatda biz qalqonsimon bezni anatomik tuzilishi hamda ishlab chiqariladigan gormonlari hamda uni vazifalari shularni ko'rishimiz kerak. Qalqonsimon bezimiz shu bo'yni oldingi qismida, traxeani oldingi qismida joylashgan endokrin a'zo hisoblanadi, bez hisoblanadi. Uni ikkita bo'lagi bo'ladi, o'ng hamda chap bo'lagi hamda eshituvchi orqali bog'langan bo'ladi. Endi bu oldingi tomonda paypaslaganimizda sezilishi mumkin hamda hiqildoqni pastkisida traxeani oldingi qismida joylashgan bo'ladi. Endi bu qalqonsimon bezimizni asosiy mavzu funksional birligi bu follikulalar hisoblanadi. Ya'ni qalqonsimon bezda bir qancha follikulalarning yig'indisi follikulalardan tashkil topgan hisoblanadi. Follikulalarning ustki qismi epiteliy bilan qoplangan bo'ladi. Endi biz sizlar bilan shuni ko'rib o'tib ketamiz. Ya'ni follikulalarda tarkibi nima? Follikulalar tarkibida gormonlar bo'ladi. Ya'ni gormonlar T3, T4 gormon hamda bu gormonlarni bog'lab turuvchi tireoglobulin oqsili bo'ladi. Endi bu follikulalarda shu suyuqlik bilan to'lgan shu gormonlar hosil qiladi. Undan tashqari parafollikulyar holatlar ham bo'ladi, ya'ni follikular, parafollikular hamda follikular. Ya'ni parafollikularda nima bo'ladi? Parafollikularda ham suyuqlik bilan to'lgan, ya'ni kalsiy tanin gormoni bo'ladi. Ya'ni qalqonsimon bezda 3 ta gormon bor. Ya'ni T3 gormonimiz, T4 gormonimiz hamda kalsiy tanin. T3 gormonimiz bu tireotronin. T4 gormonimiz bu tireozin gormoni hisoblanadi. Endi bu gormonlar bir qancha vazifalar bajaradi. Ya'ni organizmda energiya hosil bo'lishi, issiqlikni hosil bo'lishi, tana haroratini bir me'yorda ushlab turish hamda kaloriyani yoqish, ya'ni organizmda iste'mol qilingan oziqalarda hosil bo'lgan kaloriyalarni yoqishni nazorat qilib beradi. Undan tashqari yurak faoliyati, yurakda nima deydi? Qon bosimini stabil ushlab turishda, yurakda qisqarishda, yurakda qon o'tib berishini ta'minlab berishda ishtirok etadi. Undan tashqari organizmda bolalarda o'sish rivojlanishida muhim omillardan bittasi, ya'ni bo'yni o'sishini hamda suyaklarning mustahkam bo'lishi, suyaklarni yaxshi to'g'ri rivojlanishini ta'minlab beruvchi gormonimiz. Undan tashqari aqliy faoliyat, bolalarda diqqatni jamlash hamda depressivlik holatlarni oldini olish, kayfiyatni yaxshilash holatini ta'minlab beradi. Undan tashqari erkak ayollarda reproduktiv tizim, ovulyatsiyani normal ketishi, yo bo'lmasam spermatogenezni normal ketishi, tug'ruq jarayoni normal yetishi, follikularning yorilishi hamda farzand ko'rish bilan bog'liq muammolarni shu gormonlarimiz orqali ta'minlab beradi. Agar bu gormonlar muvozanati buziladigan bo'lsa, bir qancha klinik belgilar, yuqorida sanab o'tgan klinik belgilarimiz namoyon bo'ladi. Ya'ni kayfiyatning o'zgarishi, aqliy faoliyatning buzilishi, depressiv holatlar, yurak urishning tezlashishi, pasayishi, undan tashqari farzand ko'rmaslik, spermatogenez ovulyatsiyani buzilish holatlari bilan namoyon bo'ladi. Endi bu gormonlarimiz ham, ya'ni T3, T4 gormonlarimiz. Bular bog'langan holatda hamda erkin holatda bo'lishi mumkin. Erkin hamda bog'langan holat. Bog'langan holati bu zaxira holati hisoblanadi. Erkin holati
bu tanamizdagi shu bo'ladigan vazifalarni boshqarib beradi. Ya'ni energiya hosil bo'lishi, yurak faoliyati, reproduktiv tizim, aqliy faoliyatlarni shu erkin holatda bu gormonimiz boshqarib beradi. Agar bular kamayib ketishi, ko'payib ketishi hisobiga bir qancha klinik belgilar namoyon bo'lishi mumkin. Endi T4 gormonimiz bu T3 ga qaraganda pastroq, nofaolroq hisoblanadi. T3 gormonimiz bu aktiv gormon hisoblanadi. Ya'ni organizmda shu vazifalarni bajarib berishda ishtirok etuvchi gormon. T4 gormonimiz bu progormon hisoblanadi. Ya'ni bu zaxira holida saqlanadi hamda organizmda qanaqadir yetishmovchilik bo'ladigan bo'lsa qonga chiqariladi hamda buyrak hamda jigardagi maxsus fermentlar orqali T3 ga aylanadi hamda periferiyaga chiqariladi. Periferiyada shu hujayra to'qimalarida shu energiya almashinuvi, yurak faoliyati, o'sish faoliyati, aqliy faoliyat hamda reproduktiv faoliyatni boshqarib beruvchi gormonimiz hisoblanadi. Endi undan tashqari kalsitonin gormonimiz bor. Kalsitonin gormonimiz bu suyak to'qimalarida suyaklanish hamda tishlarda yaxshi rivojlanishi, suyaklarda yaxshi rivojlanishi, osteoporoz holatlarini oldini olishda gormonimiz hisoblanadi. Bu gormonimiz qonda kalsiy miqdori ko'payib ketadigan bo'lsa, shu kalsiyni suyak to'qimalariga yetkazib beruvchi gormonimiz hisoblanadi. Endi tuzilishini ko'rib oldik. Endi buni qon bilan ta'minlab beruvchi qon tomirlarimiz hamda nerv bilan ta'minlab beruvchi nerv tolalarimiz bo'ladi. Shular hisobiga boshqariladi. Undan tashqari bu qalqonsimon bezni gipofiz hamda gipotalamus tajirlanadigan gormonlar shu gormonlarning ishini nazorat qilib turadi. Ya'ni gipotalamus, gipofiz hamda qalqonsimon bez. Gipotalamusdan tireotrop gormonini stimulab beruvchi gormon hamda gipofizda tireotrop gormoni bu qalqonsimon bezda T3, T4 hosil bo'lishini boshqarib berib turadi. Endi bu qalqonsimon bez faoliyati buziladigan bo'lsa, funksiyasi kuchayib ketib, kamayib ketadigan bo'lsa, bu T3, T4 gormonida o'zgarish yuzaga keladi. Kamayib ketishi yoki ko'payib ketish holatlar yoki gipofiz bilan bog'liq muammo bo'lishi mumkin. Agar bu tireotrop gormoni ham kamayib ketadigan bo'lsa, bu gormonlarda o'zgarish yuzaga keladi. Yoki gipotalamus bilan bog'liq, ya'ni tireotrop gormonini stabillab beruvchi gormon. Tga muammo bo'ladigan bo'lsa, bunda muammo yuzaga kelib chiqadi hamda bunda ham muammo yuzaga kelib chiqadi. Endi bu qalqonsimon bezni bir qancha kasalliklari bor, ya'ni yallig'lanish bilan kechuvchi. Ya'ni qalqonsimon bezni yallig'lanish bilan kechuvchi yoki o'sma kasalliklari, xavfli hamda xavfsiz o'sma kasalliklari. Undan tashqari yod yetishmovchilik hisobiga tuguli buqoqlar, endemik buqoqlar, diffuz buqoqlar yuzaga kelishi yoki qalqonsimon bez funksiyasini kuchayishi, kamayib ketishi holat bilan yuzaga keluvchi kasalliklar. Ya'ni gipotireoz, qalqonsimon bez funksiyasining kuchayib ketishi, kamayib ketishi gipotireoz holatlari bilan yuzaga kelishi mumkin. Yoki qalqonsimon bez funksiyasini o'zgarmagan holatlarida ham funksiyasini o'zgarmaydi, lekin yallig'lanish bilan yo bo'lmasa boshqa holatlar bilan ketishi mumkin. Endi sizlar bilan endemik buqoqni ko'rib ketamiz. Bu endemik buqoq yod yetishmovchiligi hisobiga kelib chiquvchi buqoq. Bu vodiy zonasida yod yetishmovchiligi holatlari uchraydi. Ya'ni endemik buqoq bolalar orasida, yosh kattalar, homiladorlar orasida eng ko'p uchraydigan buqoqlarimizdan bittasi. Ya'ni yod yetishmaydigan bo'lsa, bu T3, T4 hosil bo'lishi buziladi. Ya'ni bu T3, T4 hosil bo'lishi uchun yod moddasi hamda oqsil kerak bo'ladi. Agar bular yetishmaydigan bo'lsa, kamayib ketadigan bo'lsa, T3, T4 ishlab chiqarilishi kamayadi. Bu kamaygani hisobiga gipofizda tireotrop gormoni aktivligi ko'tarilib ketadi. Aktivligi ko'tarilgandan keyin bu qalqonsimon bezda T4, T3da ko'tarishga harakat qiladi. Ya'ni kuchaytirishga, ishlab chiqarilishini ko'paytirishga harakat qiladi. Shuni hisobiga qalqonsimon bezni kattalashishi
yuzaga keladi. Ya'ni endemik muqov bilan kasallangan bemorlarda qalqonsimon bezni palpatsiya qilganimizda kattalashganlik holati yuzaga keladi. Ya'ni darajasi bor. 0-daraja, 1-daraja, 2-, 3-, 4-, darajalari bilan paypaslab ko'rishimiz mumkin, razmerini aniqlashimiz mumkin. Hamda UZI tekshiruv orqali qilganimizda buni kattaligi, kichikligi, undan tashqari tugun bormi, kista bormi, shunga o'xshagan holatlarni aniqlashimiz mumkin. Agar endemik muqoq bilan kasallangan bemorlarda qanaqa klinik belgilar bo'ladi? Ya'ni kaloriyani buzilishi, issiqlikni buzilishi, yurak faoliyatini, ya'ni qon bosimi o'zgarishi, yurak urishini o'zgarishi, undan tashqari o'sish rivojlanishda buzilishlar, soch to'kilishi, holsizlik, charchash, ko'p terlash, undan tashqari aqliy faoliyatni pasayishi, depressivniy holatlar, undan tashqari ayol erkaklarda reproduktiv buzilishlar, ya'ni hayz siklida muammo bo'lishi yoki semirib ketish holatlari, farzand ko'rmaslik holatlari, ovulyatsiz spermatogenez buzilish holatlari yuzaga kelishi mumkin. Endi buni diagnostika qo'yishimiz uchun biz laborator tekshiruvlar, UZI tekshiruvlar amalga oshiramiz. Ya'ni bu yod yetishmovchiligimi yo bo'lmasam qalqonsimon bez funksiyasining kuchayish holati, gipotireoz holati yo pasayish holati, gipotireoz holati, shunga o'xshagan yoki tugurli muqovmi, diffuz muqovmi, etirozli muqovmi, shularni aniqlashtirishimiz kerak. Yoki qalqonsimon bezi yallig'lanishi bilan kechuvchi tireoiditlarmi, Hoshimoto muqovmi, shularni aniqlashtirishimiz kerak bo'ladi. Endi bu endemik muqoq aniqlangandan keyin biz nimalar qilishimiz kerak? Endemik muqoq aniqlangandan keyin yodga boy oziq-ovqat mahsulotlari, tuzlangan yodlar, tuzlangan unlar, tuzlangan yodlangan oziq-ovqat mahsulotlarini berishimiz kerak. Undan tashqari yod saqlovchi preparatlar, yodomarin, kaliy yodid, shunga o'xshagan yod preparatlarini berib turishimiz kerak bo'ladi.